Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bir ayolning, ya'ni hijobli ayol uchun uyda qaynotasi va balog'atga yetgan o'g'illar oldida boshdoq, kalta kiyimlar bilan turishi to'g'rimi? Qaynotamizning oldida yalangbosh yoki qisqa qo'l kiyim kiyalamdiq? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taolo mundaq buyurgan: Mo'minlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yopsin, zinnatlaridan siritdan ko'ringandan boshqani oshkorlamasin, lichaklari bilan ko'kraklarini yopsin, zinnatlarini arlaridan, otalaridan, yo qaynotallaridan, o'g'illaridan, arlarining o'g'illaridan, o'z qarindoshlaridan, qarindoshlarining o'g'illaridan, yo hamshirlarining o'g'illaridan, dindosh ayollaridan, qo'l ostidagi cho'rilaridan, yo xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilardan va yo balog'atga yetmagan bolalardan boshqalarga ko'rsatmasin. Yoshurg'a zinnatlarning bilinishi uchun oyoqlarini yerga urmasin. Nur surasi 31-oyat. Mazkur oyatga asosan ayollar qaynotasining va o'zining o'g'illari oldida boshdoq, kalta kiyimlar bilan tursa bo'ladi. Ammo qaynotasining o'g'illari, ya'ni erining bir tuqqanlari oldida to'liq kiyim bilan turadi. Farqi, boshdagilar ayolga mangulik mahramlar, keyingisi vaqtliq mahramlar. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.